Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, birodarlar, akalar, opalar, hamyurtlar. Mana hozir sizlarga mana уже uzumlar gullashni boshlagan. Mana sizlarga ikkinchi xomtoyni ko'rsataman. Ikkinchi xomtoyni ko'rsataman. Keyin mana shu yosh navdalarni mana qilib baylash kerak. Mana bu yoqdan baylanadi, simga baylanib turib. Simga baylanib turib, har bittasi novdalar, yashil novdalar baylanadi. Mana xomtoyimizni mana o'tashaymiz. Pastki barglarda yotgan barglarni olamiz. Keyin yonidan chiqargan mana bunaqangi novdalarni o'tashaymiz, o'zaklarini o'tashaymiz. Shunaqalarni o'tashasak maqsadga muvofiq. Nimagaki dori sepishga mana shu mevamizni, hosilimizni o'tashaymiz. Dori sepishimizga mana shuni yaxshi bo'ladi, dori tekish kerak. Agarki ikkinchi xomtoyni ham qilmasangiz, mana shuni dori sepmasangiz, shu uzumga, mana shu hosil bergan uzumlarga sho'r tushish boshlanadi. Guldan chiqqandan keyin уже vaqti kelyapti. Sho'r tushish davri kelyapti. Mana shuni xomtoy qilinadi. Gul vaqti, mana uzum gullagan vaqti sizlar tegmaysizlar. Xomtoy qilib bo'lmaydi. Ya'ni guli to'kiladi. Gullagan vaqti xomtoy qilish kerak emas. Men hozir sizlarga faqat ikkinchi xomtoyni ko'rsatyapman. Mana holati ochilib qoladi. Hosillar ochilib chiroyligina bo'lib, ajoyibgina bo'lib qoladi. Agar shuni xomtoygina qilmasangiz, o'rgamchik va boshqa hasharotlar yana in qilib oladi. Bundan buyog'iga endi g'olali paytiga shira tushish boshlaydi. Agar ikkinchi xomtoyni qilmasangiz, sho'r tushish, shira tushish kasalliklar avj olish boshlaydi. Keyin jingalak davom etadi. Shamol aylanishi, sirkulyatsiya bo'lib shamol aylanishi, oftob tegishi, normal holatda oftob tegishi bo'lmaydi. Dimlik bo'ladi. Dimlik bo'lgandan keyin uzum yaxshi hosil olib bo'lmaydi. Mana xomtoy qilib chiqamiz shuni. Ajoyib. Xomtoy qilish boshlayapmiz. Mana pastki barglarni обязательно olishimiz kerak. Mana bunaqangi novdalar bilan. Mana bu hosilimiz ochilib tayyor bo'ldi. Endi mana shuni yetilmaganini mana bunaqalarni olib tashlaymiz. Novda yaxshi o'smagan. Mevasi mayda xil, novdasi ham nozik. Shunaqangi novdalarni olib tashlaymiz. Salomat bo'ling. Tashakkur.